Bu insonlar siz uchun ishlayapti. Ular sizning huquqlaringizni himoya qilish, uy-joyingizni rasmiylashtirish uchun yo'lda. Ob-havo qanchalik murakkab bo'lmasin, ular har bir xonadonga yetib borishadi. Xatlov bu sizning kelajagingizga ishonch demakdir. Uy-joyingizni huquqiy jihatdan mustahkamlash imkoniyati. Mutaxassislar sizning manfaatingiz yo'lida harakat qilishmoqda. Ammo afsuski, kadastr xodimlari xonadonlarga kirib borganda uyda hech kim yo'qligi yoki faqat yosh bolalar, ayollar borligi o'lchov ishlarini amalga oshirishini va xizmat vazifasini to'liq bajarishini cheklamoqda. Bir mahallada xatlov ishlari to'liq yakunlanmagungacha keyingisiga o'tib bo'lmasligini inobatga olsak, bu holatlar xatlov jarayonlarini reja jadvaldan kechikishiga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan, ularni eshiting, ularni qo'llab-quvvatlang. O'z huquqlaringizni qonuniylashtirish uchun mutaxassislarga imkon bering. Ob-havo to'siq emas. Yangi hayot sari bir qadam tashlashga siz ham hissa qo'shing.